Chortoq tumani tabiatning beqiyos ne'matlari bilan boy joy bo'lib, so'lim havo, musaffo muhit va shifobaxsh suvlar bilan ahamiyatli. Bu yerda nafaqat dam olish, balki sog'liqni tiklash uchun ham barcha sharoitlar mavjud. Tumandagi dam olish va shifo maskanlari odamlarga nafaqat shifo, balki ruhiy orom ham beradi. Shunday maskanlardan biri 2016-yilda tashkil topgan Green Valley sihatgohidir. U o'zining tabiat bilan yaqin aloqada bo'lgan muhiti, shifo va qulay shart-sharoitlari bilan ajralib turadi. Green Valley shifo markazi 120 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bemorlar shinam va qulay xonalarda joylashtiriladi va ular uchun 3 mahal sifatli ovqatlanish tashkil etilgan. Bu yerda ayollarda uchraydigan kasalliklar, suyak va muskul tizimi, ovqat hazm qilish organlari, teri va endokrin tizim muammolarini davolashga e'tibor qaratiladi. Muolajalar zamonaviy uskunalar va xalq tabobati usullari bilan olib boriladi. Bu maskan nafaqat ayollar uchun, balki oilaviy dam olish va shifo topish uchun ham qulay shart-sharoitlarga ega. Faqat ayol shifokorlar xizmat ko'rsatadi. Bu esa ayollar uchun orom va qulaylik yaratadi. Maskan tabiat bag'rida joylashgan. Musaffo havo va tinch muhit insonga orom va kuch bag'ishlaydi. Tinchlik va osuda muhitda dam olish jismoniy va ruhiy holatni tiklashda muhim ahamiyatlidir. Green Valley shifoxonasi har bir kishiga sog'lomlik, orom va yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi. Bu yerda sizni nafaqat sog'lik, balki yangi hayot va tinchlik kutmoqda.